Ko'pchilik varikozda ko'proq yurish kerakmi, kamroq yurish kerakmi deb boshini ortib yuradi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, zo'r qilib tushuntirib berdim. Yurish bu shunchalik jismoniy faollik emas. Bu tomirlar uchun tabiiy nasos hisoblanadi. Yurganingizda boldir mushaklari ishlaydi va ular tom ma'noda qonni yurakka qarab haydab beradi. Bu qon dimlanishini kamaytiradi va natijada og'irlik, og'riqlar kamayadi. Kuniga atigi 30-40 daqiqa yurish qonni venalar orqali yurakka qaytishi yaxshilaydi. Tromboz xavfini kamaytiradi. Qonni pastda dimlanishiga qarshi kurashadi. Lekin ayrim muhim jihatlarga e'tibor berish kerak. Uzoq vaqt tanaffussiz yurish bo'g'imlarda og'riqlar kuchayishiga olib kelishi mumkin. Baland poshnali poyabzal boldir mushaklarini nasos funksiyasini kamaytiradi. Shuning uchun qulay poyabzal kiyib yurishga harakat qilish kerak. Agar sizda varikoz bo'lsa, yurish kompression trikotajda bo'lgani ma'qul. Eng muhimi, yurish varikozni davolamaydi. U alomatlarni kamaytirib, varikozni rivojlanishini sekinlashtiradi. Agar kengaygan venalar, og'riq, shishlar bo'lsa, faqat yurish emas, davolash kerak. Menga obuna bo'lib qo'ying. Varikozni davolash va uning profilaktikasi haqida hamma ma'lumotlarni berib boraman.